Assalomu alaykum barchaga. Ismim Azizbek. Kanskiyning Klinik oftalmologiya kitobining 10-nashrini 2 oydan oshiq vaqt davomida o'zbek va rus tiliga tarjima qilib, kitob shakliga o'sha originali bilan birga bir, ya'ni qanday holatda bo'lsa, shunday holatda buni tarjima qilib chiqdim. Bu videoda aynan shu kitob haqida gaplashamiz, uni to'liq yoritib beraman. Avval qisqacha ba'zi savollarga javob berib o'tib nega aynan shu kitob va bu kitob o'zi nimaga kerak? Demak, Kanskiyni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Kitob juda ham chiroyli, tushunarli va shu holatda to'liq ma'lumot beradigan kitob bo'lib shakllanib kelgan. Bu kitobni o'zi 40 yildan oshiq tarixiga ega. Shu yillar mobaynida u yana ham mustahkamlanib, yana ham yangi ma'lumotlar qo'shilib, kamchiliklari to'ldirib borilgan kitob hisoblanadi va 10-nashr eng qulay, eng ishonchli va eng zamonaviy hozirgi holatga mos ravishda tiklab, terilib chiqilgan kitob hisoblanadi. Kitob nima uchun hamma uchun qiziqarli va juda ham talabgor hisoblanadi? Sababi kitobni ochganingizda har bitta kasallik o'zini bo'lim-bo'lim qilib terib chiqilgan va har bitta kasallik unda o'zini shikoyatlari bilan, anamnezi bilan, uni o'sha kechayotgan patologiyasi haqida to'liq ma'lumotni bergan holda, uni o'sha biomikroskopda ko'rinishi bo'ladimi, yoki bo'lmasa OCTda bo'ladimi, AB-skanda bo'ladimi, yoki shu angiografiyada ko'rinishi bo'ladimi, to'liq nimaiki tekshiruv usullarida bo'lsa, hammasi berilib, u yerda sizga kasallikni to'liq yoritib beradi. Va shunga o'xshash boshqa kasalliklarni ham sizga moslab, uni ajratishingizga, uni shu kasallikni boshqasidan farqlay olishingiz uchun to'liq ma'lumotni berib, xuddi sizga shpargalka holatda tayinlangan va oxirida uni davolash usuli. O'sha kasallikni davolash uchun nima kerak? Nima qo'llansa qanaqa bo'ladi? Yoki shu dorini ko'proq qo'llasangiz nima bo'ladi? Oqibatlari, asoratlari barchasi to'liq yoritilib o'tilgan va shuningdek shifokor shunaqangi tarzda yondashganki, bu kitobda xuddi u o'zi davolab barcha maslahatni bergandek, o'sha bitta kasallikni uni davolayotganingizda eslatma yoki maslahat deb o'zi shu narsalarni aytib ketgan. Undagi asoratlar yoki siz yo'l qo'yishingiz mumkin bo'lgan xatolar yoki biror narsani esdan chiqarib qo'yishingiz mumkin bo'lgan joylarini aynan e'tiborga olib, ajratib eslatib ketgan. Shuning uchun ham Kanskiyning hozirgi kitobi shunaqangi mukammal tarzga keldiki, kitob haqiqatan bebaho. Oftalmologiyada bunaqangi chuqur tarzda o'rgatilgan kitob faqatgina shu 2001-yildagi 4-nashr hisoblanadi. Lekin hozir 4-nashr bilan 10-nashrdagi yondashuv, 10-nashr bilan shu 4-nashr o'rtasidagi davolash uslublaridagi farq baribir seziladi. Chunki o'rtadagi yil mobaynida oftalmologiyada juda katta o'sish bo'lib ketdi. Buni aytmasak ham hamma biladi. Demak, kitobga qaytamiz, ko'p gapirmaymiz. Kitob umumiy olganda 22 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim bu ko'ruv usullari hisoblanadi. Ko'ruv usullari. Ko'ruv usullarida nima bor? Ko'rishdagi anamnezni yig'ish haqida qisqacha beriladi. Ko'z tekshiruvlari, psixofizik testlar, perimetriya haqida 6 segmentni shu shelyovka yordamida tekshirish, biomikroskopiya haqida ma'lumot berilgan. Ko'z tubini tekshirish, tonometriya, gonioskopiya va shohparda qalinligini o'lchash shu kabi faqatgina ko'rish usullarini to'liq qamrab olgan va hamma narsa, hamma ma'lumot sizga beriladi. Ikkinchi bo'lim qovoqlar. Qovoq kasalliklari, qovoqda kechadigan patologiyalar to'g'risida to'liq ma'lumot shu yerda berib o'tilgan. Bular nima? O'smalar, yaxshi sifatli, yomon sifatli o'smalar, infeksiya kasalliklari, virusli kasalliklar, blefarit, ptoz, entropiya, ekstrapiya, turli xil qovoqdagi orttirilgan kasalliklar,
kosmetik qovoq va atrof to'qimalarini jarrohligi haqida alohida to'xtalib o'tilgan va qovoqdagi tug'ma nuqsonlarni to'liq yoritib bergan. Bu kitob shunaqaki, men o'zim juda ham maza qilaman. Ko'z sohasidagi barcha kasalliklarni siz ko'rasiz. Sizga rasmi bilan, dalili bilan, tekshiruv usuli, hamma narsasi bilan, kerak bo'lsa MRTdagi ko'rinishlarigacha sizga berib qo'ygan bu kitobda. Bemalol ajrata olasiz. Shu narsani yoritib tushuntirib ham bergan. 3-bo'lim ko'z yoshi yo'li sistemasi. Ya'ni shu ko'z yosh drenaj sistema bu dakretsit haqida, orttirilgan obstruksiyalar haqida, tug'ma obstruksiyalar haqida, kanalikulit haqida to'liq ma'lumot bergan va buni davolash haqida ham o'sha xirurgiyasida to'liq rasmlar bilan bosqichma-bosqich tushuntirib bergan. Siz bu kitobda faqatgina uni o'rganib emas, siz o'zingizga o'zingiz savol berishni ham boshlaysiz. O'zingizni intiltirasiz, o'zingiz yana ham izlanishga tushasiz. Masalan, dakretsit ko'rsatyapti-da, siz bu narsani o'tirib o'qigan paytingiz kiringda YouTube'ga kirib turib dakretsit operatsiyalarini ko'ring, mustahkamlash uchun. U narsani bilib yana yangi, masalan, bu narsani bilarsiz, ko'rgansiz, o'qish paytida ham ko'rgansiz, hozir qilib yurgandirsiz. Lekin YouTube'ga kirib turib faqatgina bir marta bo'lsa ham izlanib ko'ring, yangi metodlar, kimdir boshqacha yondashadi, kimdir boshqa yo'l bilan qiladi, kimdir operatsiyaga tayyorlovi boshqa bo'ladi, kimdir yana ham osonroq tiklanish yo'llarini biladi. Shu narsalarni o'rganish kerak va doim izlanish kerak bo'ladi. 4-bo'lim orbita haqida, orbitadagi barcha patologiya haqida to'xtalib o'tilgan. Bundan endokrin bez kasalliklarda ko'z orbitasidagi o'zgarishlar, infeksiyadagi holatlarda orbitadagi o'zgarishlar yoki bo'lmasa infeksiyasiz yallig'lanish kasalliklari bor, undagi o'zgarishlar, o'sma bo'lganda, kistoz bo'lganda bu yerda shu orbitada bo'ladigan o'zgarishlar to'liq berilgan. Aynan shu bobda boshqalarda ham bor. MRT bilan ishlashdi ham, shu ko'zdagi barcha rentgen bilanmi, hammasi to'liq yoritilib o'tib ketgan. Yana qo'shimcha qilib bu yerda ko'z yosh bezi o'smalari, nerv o'smalari, limfoma, sarkomalar, metastatik o'smalar va tug'ma bo'lgan o'zgarishlar orbitadagi barchasi yoritib o'tilgan. 5-bo'lim quruq ko'z sindromi haqida. Bu narsa hozir juda ham keng tarqalyapti. Gadjetlarda hisobiga, bizning mintaqani hisobiga juda ham odamlarda ko'p uchraydigan narsa hisoblanadi va shuning uchun alohida bo'lim bo'lib, Sjögren sindromi, uni o'rganish, ko'rish, ajratish, davolash haqida alohida to'xtab o'tilgan. 6-bo'lim konjunktiva uchun ajratilgan va bu yerda bakterial konjunktivit, virusli konjunktivit, allergik konjunktivit, konjunktivani degeneratsiyalari, konjunktivani boshqa turli kasalliklari haqida va o'sha subkonjunktival qon quyilishda qanaqa yondashish kerak, barchasi to'liq berib o'tilgan. 7-bo'lim shoh parda kasalliklariga ajratilgan. Bunda bakterial keratit, zamburug'li keratit, oddiy gerpes keratiti, gerpes zoster, interstitsial keratit, protozoa keratiti, gelmint keratiti, rozetsiya va shu kabi juda ham ko'p bo'lgan shoh pardani kasalliklari, degeneratsiyalari, shu shoh pardani degeneratsiyalari haqida to'liq ma'lumot berib o'tilgan. 8-bo'lim shoh parda va refraktiv jarrohlik. Shoh pardadagi o'tkaziladigan barcha jarrohliklar haqida bu yerda to'xtalib o'tilgan. O'sha keratoplastika bo'yicha barcha ma'lumotlar bu bo'limda mavjud. 9-bo'lim episklera va skleraga ajratilgan. Bunda sklerit, infeksion sklerit va o'sha sklerada bo'ladigan barcha o'zgarishlar, tug'ma o'zgarishlar va shu infeksiyaga bog'liq bo'lmagan o'zgarishlar, yallig'lanishlar to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'tilgan. 10-bo'lim gavhar bo'limi. Bu yerda orttirilgan kataraktani davolash, tug'ma katarakta, gavharni ektopiyasi, gavhar shaklini normalliklari va anormal holatlari barchasi to'xtalib o'tilgan va bunda hozirda o'sha oltin standart bo'yicha FACO amaliyoti bosqichma-bosqich o'sha rasmlar bilan xaritasi sizga ma'lumot qilib berib o'tilgan.
to'liq ma'lumot olasiz, nimaga e'tibor berish kerak, asorati nima bo'ladi, operatsiyaga tayyorlash, operatsiya vaqtidagi bo'layotgan narsalar, operatsiyadan keyingi xiraliklar va operatsiyadan oldin nimaga e'tibor berish kerak, o'sha operatsiyadan keyingi protsedura qanaqa bo'ladi, barchasi yozib o'tilgan. 11-bo'lim juda ham katta bo'lim va bu glaukomaga ajratilgan. Bu yerda glaukoma haqida to'liq ma'lumot olasiz. Glaukoma juda ham qiziqarli bo'lgan kasallik. Uni o'qigan saringiz juda ham qiziq, lekin ko'pchilik uchun ajratish qiyin bo'lgani uchun, uni klassifikatsiyasi, uni tekshiruv usullari jicha nozikroq bo'lgani uchun, undagi lecheniya haligi nima deydi, qiyinroq bo'lgani uchun, bemorga individual yondash kerakligi uchun va shuningdek u narsa eng asosiysi natija olish qiyin bo'lgani uchun, uni faqatgina saqlab qolish maqsadida uringanimiz uchun juda ko'pchilik bu narsani qandaydir o'zida ishtiyoq bilan o'qimasligi mumkin, lekin bu yerda shunaqangi yozilganki, bu ma'lumotlardan keyin siz glaukoma haqida o'ylamaydigan bo'lasiz, umuman cho'chimaysiz. Bemor kelgandan keyin qo'rqmasdan bemalol davolash usulini o'zingiz tanlaysiz, o'zingiz uyalmasdan diagnoz qo'ysangiz, u boshqasiga borsa nima deb o'ylaydi degan narsalar umuman qolmaydi. Barcha ma'lumot to'liq berilgan. 12-bo'lim uvid. Bu yerda infeksiya bilanmi, noinfeksiya bo'ladimi, virusli bo'ladimi, zamburug'li bo'ladimi, shu uvidda ko'z tubidagi orqa qismda yallig'lanish bilan birga kechadimi, barchasi to'liq berilgan, lecheniyasi, davolashi, o'sha yerda nimaga e'tibor berish kerak, nima esdan chiqarmaslik kerak, hammasi yoritib o'tilib ketilgan. Bu ham eng katta bo'limlardan bittasi hisoblanadi. 13-bo'lim to'rt parda qon tomir kasalliklari. Bu yerda shu diabetik bemorlarda qon tomirda o'zgarishlar hisobiga to'rt pardada kechadigan kasalliklar, nodiabetik retinopatiyada va o'sha venalar okklyuziyasi, arteriyalar okklyuziyasi haqida to'liq ma'lumot berilgan. Bu bitta narsani e'tibor berish kerak. Bu kitob faqat yozilmagan, faqat matndan, faqat nazariy emas. Ko'rasiz. Masalan, ustozingiz oldida kasal kelsa, sizga kasalni tushuntiradi, "Meni ko'r. Mana kasallik, mana endi qarab tur, bunga mana davolaymiz, mana narsalarni yozamiz" deydi, o'rgatadi. Bu kitobda ham xuddi shunaqa. Sizga hamma kasalni rasmi bilan, hamma kasalni shu ko'rsatadi. Rasmlari bilan berilgan tekshiruvlar, OCT'si bormi, angiografiyasi bo'ladimi, hammasini ko'rsatib o'tgan. Va shu narsani ta'kidlash kerakki, 4-nashrda atlas alohida, ya'ni rasmlar alohida, nazariy alohida edi. Nazariyda o'qiyapsiz, u yerda rasm chiqsa, atlasni ochib, uni topib o'qirdingiz. Bu 10-nashrda eng katta qulayligi ham shunda, atlas bilan nazariy bitta qilingan har bitta kasallikni rasmi o'zini mavzusini ichida. Kasallik keldi, undagi shikoyatlar, undagi kechayotgan narsalar, patologiya, fiziologiyasi, hamma narsasi ketadi-da, bu yoqda rasmlar bilan beradi. Siz u kasallik haqida to'liq ma'lumot olib oldingiz, keyin sizga davolashni o'rgatadi. Hamma narsa shpargalka holatida siz uchun tayyor qilib berib qo'yilgan. Bu narsani ko'rib, o'qib, yodlab olsangiz bo'ldi. 14-bo'lim orttirilgan makula kasalliklari. Bizda juda ham ko'p tarqalgan o'sha poliklinika sistemasida obro'zga yetishmagani uchun makula kasalliklarini aniqlash qiyin. Faqatgina shu ko'z tubini ko'rishingiz uchun zo'r bo'lsa, masalan, shelyovkangiz, poliklinikadagi shelyovkangiz zo'r bo'lsa, sizda optika bo'ladigan bo'lsa, uni ko'rib ajratishingiz mumkin. Unda ham agar bu kitobni yoki bo'lmasa boshqa shunaqangi sizga o'rgatilgan narsani ko'rgan bo'lsangiz, uni o'qigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa birorta kuchliroq joyda o'qib o'rgangan bo'lsangiz. Lekin agar yuzaki o'qib, u narsani yashirish kerak yo'q. Sababi juda ko'p joyda o'rgatmaydi. Bu narsani o'zingiz yaxshi bilasiz. Siz ustozingiz oldida yurgan bo'lsangiz ham, даже to'liq ko'ra olmagan bo'lishingiz ham mumkin. To'liq ajrata olmaysiz. Bu juda qiyin narsa. Hammani boshdan o'tadi. Kimdir aytishi mumkin, o'rgansa bo'ladi odamning o'zida. Yo'q. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi?
sharoit hamma joyda bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda shu makula kasalliklari haqida to'liq hamma narsa bor. Fundusni olib sizga kelib mana degeneratsiyada manaqa bo'ladi. Mono kasallikda mono narsani ko'rasan deb ko'rsatib bergan. 15-bo'lim irsiy to'rparda 15-bo'lim irsiy to'rparda degeneratsiyalari. Bu narsada sezgan bo'lsanglar, kitob borgan sari, ko'z tubiga kirgan sari juda ham chuqurlashib, juda ham o'sha ma'lumotlar yangi uski juda ham nozik bo'lgan kasalliklarga qarab ketyapti va bu yerda irsiyatga bog'liq bo'lgan barcha o'zgarishlar, barcha kasalliklar, uni nimaga bog'liqligi, siz qanaqa yondashasiz, sizga nimalar kerak, sizga qaysi ko'rsatkichlar kerak, qaysi vrach bilan birga lecheniyangizni olib ketishingiz kerak, hammasi bu yerda berilgan. 16-bo'lim to'rparda ajratilgan va bu yerda otslovkani barcha turi haqida sizga ma'lumot beriladi. To'rpardani ko'chishiga olib keladigan o'zgarishlar, shishasimon tananing ko'chishi, to'rpardaning teshiklari haqida barcha narsa rasm bilan berib, chiroyli ko'rsatib o'tib ketilgan va aynan vitrektomiya haqida, vitreoretinaning xirurgiya haqida birinchi ko'nikmani, birinchi ma'lumotlarni, birinchi sizga ilmni beradigan bo'lim mana shu bo'lim hisoblanadi. 17-bo'lim shishasimon tana loyihalanishlari hisoblanadi. Bu bo'limda shishasimon tanadagi o'zgarishlar, destruksiyalar hammasi berib tushuntirib o'tilgan, nimaga e'tibor berish kerak, nima qilish kerak, qanday yondashish kerak, hammasi shu bo'limda mavjud. 18-bo'lim g'ilaylik haqida berilgan. Bu bo'lim katta bo'limlardan bittasi va eng kerakligi. G'ilaylikda bir-biridan ajratib olish, g'ilaylikda keltirib chiqargan sababni bilib olishingiz uchun hamma ma'lumot, bilim shu bo'limning ichida bor. Va u g'ilaylikni ajratganingizdan keyin aynan o'sha g'ilaylikda davolash uchun nima qilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak, qanday yondashish kerak, hammasini aytib o'tib ketgan. 19-bo'lim neyrooftalmologiya. Neyrooftalmologiya haqida o'zi kitoblar juda ham kam, lekin Kanskiyda bu bo'lim juda ham katta va siz uchun ma'lumot to'la kitob bo'ladi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, faoliyat davomida bunaqa bemor keladi. Rezultat ola olmayapman, bu narsa bilan aynan bu yerdagi kasalliklar bilan og'rigan bemorlar oldin juda ko'p vrachlarga borishi mumkin. Rezultat ola olmaydi, bilmaydi. Sizga keladida shikoyatda aytsa, bu narsani ajratib olishlik aynan shu narsalarda bilishingizga, to'g'ri tahlil qilishingizga bog'liq. Bu bo'lim sizga shunaqangi katta yordam beradi bu sohada. 20-bo'lim ko'z o'smalari haqidagi bo'lim hisoblanadi. Ko'zdagi barcha o'smalar yaxshi sifatli bo'ladimi, yomon sifatli bo'ladimi, bu yerda sarkoma bo'ladimi, o'sha metastaz beruvchi o'zgarishlar bo'ladimi, barchasida o'sha to'rpardada bo'ladimi, qayerdagi o'sma bo'lsa, bu narsani ajratib olishingizga rasmlari bilan birga berib ketgan. Undagi o'sha boshlang'ich shikoyatlar qanaqa holatda keladi, nima qilish kerak, qanaqa davolash kerak, nima yo'l tutish kerak, qaysi biri yaxshi sifatli, qaysi biri yomon sifatli, hamma narsani bilishingiz uchun, o'sha bemorga kerakli, yaxshi, to'g'ri bo'lgan tavsiyani berishingiz uchun kerakli bilim hammasi shu 20-bo'limda hisoblanadi. 21-bo'lim tizimli dorilarning oftalmik nojo'ya ta'sirlari. Tizimli dorilar doimiy qo'llanilib keladigan dorilarda ko'zdagi har bitta qovoqda, shohpardada, siliar tana, gavhar, to'rparda, uvidda, ko'rish nerviga, ko'rish korteksiga shu barcha dorilarda nojo'ya ta'siri bo'ladimi, qanaqa ta'siri bo'ladimi, barcha narsani ma'lumotini shu yerda berib o'tib ketgan. Bu narsalarda o'qish va bu narsalarni yodda saqlash sizni shu bemorni davolashingiz davomida juda katta yordam beradi. Sizni juda ko'p muammolardan qutqarib qoladigan narsa bo'ladi. 22-bo'lim jarohatlar bo'limi. Uncha katta bo'lmasa ham, lekin sizga jarohatlar haqida to'liq ma'lumot, u jarohatda nima qilish kerakligi, undagi holat, reabilitatsiya jarayoni, barcha ma'lumotlar, sizni yondashuvingiz, bemorga bo'lgan lecheniyangiz. Masalan, jarohat bilan kamchilik ishlaydi. Uni hamma biladi. Faqatgina shu viloyatda travmatologiya bo'lgan
bo'limi bo'lgan ko'z shifoxonalarida yoki bo'lmasa klinikani ko'z bo'limida ekstreniy holatda qabul qiladi. Shu yerda ishlovchilar qiladi xolos, lekin ular qilgan o'sha operatsiyalarda keyinchalik poliklinika rejimida doimiy nazorat qilinadi. Sizga shu jarohat bilan olib operatsiya o'tkazib kelgan bemordan nima bo'lganini sezishingiz uchun, undagi o'zgarishni bilishingiz uchun, to'liq u narsani miyangizda tasavvur qilib olish uchun kerak bo'ladigan bilimlar aynan shu yerda bor. Shu bilan Kanskiyda 10-nashrini barcha bo'limlarini ko'rib chiqdik. Bu yerdagi to'liq ma'lumotlar juda ham bebaho hisoblanadi. Kitob o'zi juda ham katta, 944 bet. Buni tarjima qilguncha o'zi bo'lmadi. Juda ham ko'p vaqt, ko'p mehnat talab qildi. Eng qizig'i bu yerdagi barcha ko'rinishlar, rasmlar, tartibi, uni adashib ketmasligi uchun juda ham ko'p mehnat ketdi. Barchaga e'tibor uchun, bu videoni ko'rgani uchun rahmat. Agar siz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak bu kitob siz uchun juda ham muhim va befarq emassiz bu narsaga. Siz o'zingiz ishingizni yaxshi ko'ruvchi inson sifatida juda ham yaxshi vrach hisoblanasiz va sizga juda ham katta bo'lgan bir sovg'a beraman. Aynan shu kitob uchun 30% lik chegirma, aynan shu kod bilan bizga murojaat qilsangiz, bu kitobda 30% chegirmada olishingiz mumkin. Rahmat, doim salomat bo'ling. Bemorlaringizga doim shifo tilayman. Qo'lingiz yengil bo'lsin.